Farg'ona uy-joy, zeleniy zona ko'ryapsizlarmi? 3 sotix 4 burchak 4 xona. Bular narxi ham vobshe arzon mana. Bu bitta xonamiz. 90% bitgan, bunisi ikkinchi xona. Aka to'sinni bitta ko'rsating, bunaqa bor, juda kamdan kam 30-35 ga o'ta mustahkam 2 etajga moslab, mansardi bilan bitkizib berishdi qaranglar 90% ga. Xomishda bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar, suvag'i bitgan. Bunisi 3-xonamiz bo'lyapti. Mana bu spalniy. Mana shu burchakni ko'rsatsangiz, ashetdan mana shunday kirganda meni ko'rmaysizlar, nimaga desalar ham aytamda devor urilsa, spalniga sanuzul bo'ladi, mana alohida tashqariga общийga sanuzul bo'ladi. Bu hovlimizni o'ziga yarasha alohida kanalizatsiya qo'yib berishgan. Suv bilan svetda umuman muammosi yo'q. Novostroyga tayyor yashashga 90% bitgan. Qolganini o'zlaring ham bitkizib olasizlar. Ammo yangi rahat qo'yib berishdi. To'liq lakasiz Marg'ilon shahrida Bahrinda turibmiz. Bahrindan 200 metr shunday kirganda Lenin masjid 200 metr keladi. Xullas bu ko'chadan 200 metr yursa eski arab shashlik yonida ko'chaga chiqamiz, katta ko'chaga. Lokatsiyasi ham vobshe zo'r, narxi ham cho'tki. 3 sotix 4 burchak 45 ming dollardancha kami bor deyapti. Egalari kelishadigan xonasi bor. Mana shu yerda 4 ta xona bor. Xohlagan xonalarga kirib, egalar bilan maslahat qilib kelishaverasizlar. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa chiroyli joylar topishda davom etadi.